Buni qarang, buni qarang. Hamma yo'q sensorli bo'lyapti, bespроводной zaryad, ikkita monitor, kinolarni ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Hozir zaryadga turibdi, samolyot roli bo'lyapti. Bitta knopka bilan eshikni ochib olsangiz bo'ladi, kolonkalari bor. Juda ham chiroyli, panoramniy tom. Sidenalari ham bu, na samом деле, juda ham komfortli mashina. Mana bokovой kameralari. Hamma yo'q kameralar bo'lyapti. Xo'p. IMLS6 degani 2023 11-oyda ishlab chiqarilgan. Bemalol Toshkentga olib kirsa bo'ladi. Narxini aytib o'taman. Juda ham komfortli mashina. Hozir zaryadkada turibdi. Imkon qadar ko'rsatishga harakat qilaman. LS6 degani. Juda ham bir bagati ko'rinadi, juda ham bir chiroyli. Xo'p, CIP Toshkent, ya'ni Toshkentgacha yetkazib berishimiz, dastavkalar, logistika xizmatlari hammasini qo'shib hisoblaganda $21,000. Toshkentda ko'rdim, sotuvda $38,800 qo'yib qo'yishibdi. Xuddi shunaqasini $38,800 qo'yib qo'yishibdi. $21,000 ga Toshkentga kiritib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Maslahat qilib, to'lovlarni gaplashib olamiz. Juda ham yaxshi imkoniyat. Balollari cho'tki zo'r, diskalari ham umuman olganda недешевый deydi-ku, arzon mashina emas. Lekin $21,000 ga oq svet, kraskalari toza, panoramniy tom, ish orqasigacha ketgan. Juda ham chiroyli, mana qarang. Kelsangiz bo'ldi, o'zi ochib beradi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Baraka qilib olamiz.